Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay O'rta Osiyo an'anaviy tibobat munbirida Uyg'ur tibobati tilg'a elinmadi. 14-15 oktyabr kunlari Urumchida 2 qatimliq Xitoy O'rta Osiyo an'anaviy tibobatchilik munbiri o'tkazilgan bo'lib, yig'inning Sharq Turkistonga o'rinlashtirilganiga qaramay, Uyg'ur tibobati dori retseptlari Xitoy tibobati qatorida tunishtirilgan. Atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat tashkillagan bu qatimliq munbarga Xitoy va O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston qatorliq Turkiston jumhuriyatlaridan kelgan mutaxassislar qatnashgan. Munbarda Xitoy g'arb tibobatini birlashtirish, an'anaviy dorilar o'lchimini o'zaro e'tirof qilish, klinika hamkorligi, atalmish sog'lomlik yipak yo'lini o'rtaq qurish qatorliq temalar muzokara qilingan. Xitoy munbarda burunqidek Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlab, sog'lomlik tibobat sohasidagi atalmish utuqlarni tashviq qilgan. Xabarda Xitoyning 14-5 yillik Xitoy tibobati taraqqiyot planiga asosan O'zbekistonda O'rta Osiyodagi tunji Xitoy tibobati markazini qurib chiqqanligi, atalmish Xinjiang tibbiy universitetining O'zbekistondagi universitetlar bilan hamkorlashib, Xitoy tibobati kursi ochib, xodimlarni tarbiyalaganligi, zukam javhariga o'xshash bir qism dorilarning Turkiston jumhuriyatlarida aniga elinib bozorga selinganligi, mazkur davlatlarda Xitoy tibobati bo'yicha tarbiyalangan doktor, o'qituvchi, o'quvchilarning 5000 ga yetadiganligi qatorliq ma'lumotlar qayd qilingan. Aloqador xabarlarda diqqat tortadigan nuqta mazkur munbarning Sharq Turkistonning markaziy shahrida o'tkazilganligi va an'anaviy tibobatchilikka aloqador bo'lishiga qaramay, uzun tarixga o'ziga xos tibobatchilik nazariyasiga ega Uyg'ur tibobatining tilga elinmasligi bo'lib, zukam javhariy qatorliq dorilar qayd qilingandimi, faqat atalmish Xinjiangdagi Jungyi dorilari degan ibora qo'llanilgan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida Uyg'urlarning an'anaviy tibobatchiligiga qora qo'lini so'zgan bo'lib, Uyg'ur tibobati tadqiqotiga to'sqinlik qilib qolmay, Xitoy dorigarlik shirkatlari orqali Uyg'ur tibobati retseptlarini o'g'irlab, o'zining qilib olish jinoyatlarini davomlashtirmoqda. Va shundaqla nazariyaviy asosi Xitoy tibobatidan butunlay farqlanadigan Uyg'ur tibobatini Xitoy tibobatining bir tarmog'i sifatida tashviq qilib, Xotanga o'xshash Uyg'ur tibobatining markaziy rayonlarida Xitoy tibobati tadqiqot organlarini, shifoxonalarni majburiy kengaytmoqda. Taha Qilinchning nashridan chiqqan kitobi Sharq Turkistondagi zulmni fosh qildi. Bir necha oy burun Sharq Turkistonni ziyorat qilib kelgandan keyin Xitoyning tarixda misli ko'rilmagan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilgan Turkiyalik jurnalist yozuvchi Taha Qilinchning Yetgan Jo'g'rofiya izida Sharq Turkiston sayohatnomasi nomli kitobi o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. Kataba nashriyoti tomonidan nashr qilingan mazkur kitobni tunishtirish yig'ini 13 oktyabr Taksim jamoasining Madaniyat san'at markazida o'tkazildi. Taha Qilinch kitobini Sharq Turkistonni ziyorat qilish jarayonida o'zi bevosita shohid bo'lgan ahvollarga asosan yozganligini bayon qilib, yo'lga chiqqanda bir necha savolim bor edi. Birinchisi, ibodat erkinmi? Ikkinchisi, masjidlar, ibodat o'rinlari ochiqmi? Uchinchisi, ko'chalarda, ommaviy so'rinlarda hijoblanish erkinmi? Afsus, biz masjidlarni taqa holatda ko'rdik. Masjidlarda namozmi o'qiy olmadik. Ko'chalarda musulmon ayollarning hijoblanishining qattiq cheklanganligini ko'rdik, dedi. Taha Qilinch Sharq Turkiston haqidagi kitobini yozishda 3 nuqtani maqsad qilganligini, birinchisi u yerda nima yuz berayotganligini o'qirmanlarga yetkazish. Ikkinchisi kelgusiga bugun nimalarning yuz berganligi haqida bir guvohlik qoldirish. Uchinchisi Sharq Turkistonning tarix va madaniyat boyligini tunishtirish ekanligini bayon qildi. U yana Sharq Turkiston ziyorati jarayonida Xotanga o'xshash tarixdan buyon diniy muhit quyuq bo'lgan bir yurtda bir hijobliq ayol ko'rmaganligi, Qashqarda qavoxonalarga, ish bajarish o'rinlariga, restoranga aylantirib o'tilgan nurg'un bino imoratlarni ko'rganligini, qurilmasi va uslubidan ularning burun masjid ekanligini osonli belgilab bo'ladiganligini, o'zi ziyorat qilgan joylardagi yo'qotilgan masjidlarning o'rnini birma-bir jazmlashtirib chiqqanligini bildirdi. Mazkur kitobni tayyorlashda o'qirmanlarning vaziyatni texmi jonliq tushuna olishi uchun Taha Qilinch o'zi tortgan 300 dan ortiq suratni kitobga kirgizgan.
Shundaqla Sharq Turkiston va Uyg'urlarning tarixiy qurilgan davlatlar, muhim tarixiy shaxslar qatorliq mazmunlarmi kitobdan o'rin olgan. Jurnalist Taha Qilinch Sharq Turkiston safaridan keyin turli naq maydon programmalari va yig'inlarda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilayotgan bo'lib, yaqinda Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyning soxta tashviqotiga moslashgan bir qism turkiyalik Xitoyparast axborot xodimlari bilan ro'shan selishtirma bo'ldi. Xitoyning soxta tashviqotiga moslashgan bir qism turkiyalik Xitoyparast axborot xodimlari bilan ro'shan selishtirma bo'ldi. Isroiliya G'azzadagi irqiy qirg'inchilikni qayta boshlaydiganligi haqida tahdid soldi. Isroiliya mudofaa ministri agar Hamas G'azza urush to'xtatish kelishimiga amal qilmasa, irqiy qirg'inchilikni qaytadan boshlaydiganligini va armiyaga Falastin qarshilik ko'rsatish tashkilotini yo'qotish uchun plan tuzish to'g'risida buyruq tushirganligini aytdi. Isroil Katizning ishxonasidan chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotda, agar Hamas kelishimga amal qilishni rad qilsa, Isroiliya Amerika bilan moslashgan holda Hamasni butunlay mag'lub qilish, G'azzadagi vaziyatni o'zgartirish va urushning barliq nishonlariga yetish uchun qaytadan urush qiladi va harakatga o'tadi deyildi. Katiz yana G'azzadagi tonnellarni vayron qilishning muhim harbiy nishon ekanligini, Isroiliyaning Amerika boshchiligidagi xalqaro bir kuch bilan birlikda ishlaydiganligini bildirdi. Bu bayonotdan ilgari Hamasning qurolli qanoti Izzuddin Qassam brigadasi Isroiliyaning havo hujumida o'ldirilgan 2 nafar isroiliyalik tutqunning jasadini topshirib berganligini e'lon qilgan edi. Falastin tashkiloti qolgan jasadlarni chiqarishning zo'r tirishchanlik va alohida uskunalarni talab qiladiganligini bildirib, mas'ullarning bu deloni butunlay oxirlashtirish uchun tirishayotganligini aytdi. O'tgan hafta hosil qilingan urush to'xtatish kelishimi falastinlik mahbuslar bilan isroiliyalik asirlarni bosqichli qo'yib berish va Isroiliya qismlarining G'azzadan tadrijiy chekinib chiqishini o'z ichiga oladi. Lekin Isroiliya urush to'xtatishga qaramay falastinliklarni o'ldirishni davomlashtirmoqda. Rayondagi jiddiychilik yanada yuqori saviyada turmoqda. Turkiya Yevropa mudofaasiga qatnashishga va G'azza vazifasiga tayyor ekanligini ta'kidladi. Turkiya Cumhuriyeti Davlat Mudofaa ministri Yashar Güler Anqaraning Yevropa mudofaasidagi xalqaro rolini, Ukrainaning bexatarligiga qatnashishni va G'azzadagi vazifa o'tash qo'shiniga yordam berishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Davlat Mudofaa ministri Yashar Güler Turkiyaning Yevropa yetakchiligidagi mudofaa tashabbuslariga bo'libmi Yevropa bexatarlik harakat programmasi SAFE'ga qatnashishining dunyo va rayon xarakterlik bexatarlik nuqtasidan hal qilg'uch ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Güler payshanba kuni Bryusselda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATO davlat mudofaa ministrlari yig'ini va Ukraina mudofaa aloqa guruhining yuqori darajaliklar yig'inidan keyin e'lon qilgan bayonotida Turkiyaning NATO harakatlariga askar avatadigan oldingi 5 davlatning biri ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Bayonot yana davlat mudofaa ministrining Anqaraning qurolli qismlarini ilg'or sistemalar bilan zamonaviylashtirish va NATOning 5%lik mudofaa selinmasi nishoniga yetishdagi qat'iy irodasini takrorlaganligi qayd qilinib, biz Ukrainaga ikki taraflik va NATO doirasida qo'shgan to'hfalarimizni, shundaqla urush to'xtatish va tinchlikni nishon qilgan diplomatik tirishchanliklarni qo'llaydiganligimizning ahamiyatini ta'kidladik deganlarni qayd qildi. Güler yana G'azzadagi navbatdagi urush to'xtatishdan mamnun bo'lganligini bildirib, buning ikki davlatlik adil hal qilish chorasining boshlanishi bo'lishi mumkinligini o'tirg'i qo'ydi. U yana Turkiya qurolli qismlarining G'azzadagi ko'p davlatlik vazifa o'tash qo'shiniga qatnashishga tayyor ekanligini bildirdi. Navbatda Turkiya, Amerika, Misr va Qatar bilan birlikda urush to'xtatishning ijrosini nazorat qilishga mas'ul kapolatchi davlatlarning biri sifatida o'rin olmoqda. NATOga a'zo bo'lganiga 70 yildan oshgan Turkiya rayonlik va Yevropa bexatarlik masalalaridagi milliy maydonini ittifoqdoshlari bilan o'rtoqlashganligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.